Kelinlikka tayyorgarlik ko'rayotgan yosh qizlarimiz, yaqinroq kelinglar. Endi qaynonangiz yoki qayningiz, qaynisinglingiz hammasi har xil pirog yeyman, tayyorlab bering desa, bittada hammasining ko'nglidan joy egallashning yo'li juda ham oson. Bitta listda 4 xil pirog pishiramiz. Albatta, pirogimiz yumshoqqina g'ovay bo'lib chiqishi uchun pyure milki qatig'idan ishlatamiz. Pirogimiz uchun kerakli masalliqlarni to'liq grammajini opisaniyada yozib qoldiraman. Aytgancha menga obuna bo'lib qo'ysangiz, har kuni eng sara retseptlarni boraman. Ha, aytgancha piroglaringiz idealniy pishib chiqishi uchun duxovkaning roli juda ham katta. Men oshxonamda Premier texnikasidan foydalanaman. Duxovkangiz yaxshi bo'lsa, nafaqat piroglar, xohlagan taomingiz bittada o'xshab chiqadi. Ish quroling soz bo'lsa, mashaqqating oz bo'lur degan gap bor-ku. Ayollarimizning oshxonadagi ish quroli bu duxovka, gaz, vitichka, xullas ayollar ishlatadigan texnikalar bu ayollarning ish quroli. Mana oralari g'ovay, yumshoqqina og'izda eriydigan pirogimiz ham tayyor. Retsept yoqqan bo'lsa saqlab oling, like bosib yaqinlaringizga jo'natib qo'ying. Profilimga obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin.